Assalomu alaykum, Kaptar ishqi bozori. Mana navbatdagi ikkita chiroyli bo'lgan katagimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bu katagimizning razmeri uzunligi 2 metr, eniga, ya'ni yoniga 1.40, balandligi esa 2 metrdan oshiq qilib tayyorlangan. Bu katagimizda oldilari mana MDF, yo'llariga mana chiroyli qilib travertin chizib qo'yganmiz. Setkalar shu yaltiroq yaxshi setkadan bo'lgan, eshiklari profildan tayyorlangan. Kaptar kirib chiqish uchun porchkalari. Ichida parlash xonalari ham bor, o'rnatib o'tilgan va tuxumi yumalab tushib ketmasligiga oldini chiroyli qilib bekitib qo'yilgan. Jami uyalar soni 38 dan iborat. 2 qator qo'nog'ini o'rnatib ketilgan. Tagi esa paddon qo'yganmiz, odamni ham xotirjam ko'taradi. Bemalol chiqib kaptarlarni ushlash mumkin. Eshigiga mana qulf o'rnaydiganlarigacha o'rnatib qo'yganmiz. Juda chiroyli qilib tayyorlangan bu katagimiz. Bu katagimiz esa uzunligi 1.70, eniga 1.10, 1.20 atrofida, balandligi esa 2.20 atrofida. Buni ham porchkalar o'rnatib o'tilgan. Xuddi shunday qilib tayyorlangan. Buni ham oldiga tuxumlari yumalab tushib ketmaydigan qilib tayyorlangan. Bu katagimizda esa 22 ta va bitta parlash xonalari o'rnatib o'tilgan. Yo'llarini mana MDF dan tayyorlab qo'yilgan. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa 94 kodi bilan 177 3315 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu yerda mana tovuqqa desalaring, tovuqqa ham tayyorlab beramiz mana. Juda chiroyli qilib tayyorlab qo'yganmiz. Tagi setkali 2 metrga 80 santimetrli. Mana bu yerda mana yerda boqaman deganlarga 2 metrga 1 metr tagi yerli varianti, 2 ga ajratib qo'yilgan, 2 xonali. Manzilimiz Namangan viloyati 3 tumani Jidakapada joylashgan. Aloqaga chiqaverasizlar ekrandagi nomerlarga.